21 qism. Turannisaning saqchiga ma'lum qilganini ko'rgan Gulqamarning rangi o'chdi. U put ko'ygan to'g'idek tipirlab Turannisani o'ng ta'tir tillig'incha uxlash kiyimlari ustiga sirtqi kiyimlarini kiyib, yonfon, tokdan, oshqo'sh, soat degan jabduqlarni naladindir tep somkisiga tiqishtirib, paypoqsiz putiga oyog'ini sepibli eshik tüyüge mangdi. Shu holda yana Akrammi o'zi bilan birga chiqib ketishga da'vat qilishni unutmadi. Lekin Akram ya chiqib ketishni, ya mosh uyda Turannisa bilan birga qilishni bilmay tangirqab turib qoldi. Oxiri Gulqamar kelib uning qo'ldan tortib mang'andilla Turannisa qahri bilan vaqadi. Chiqib ketsang o'zing yolg'iz chiq. Bunimi so'rab mangdigan ishing bo'lsa, saqchilarni ilib arqondan boraman. U chaqda ishning cho'ngi chiqadi. Erimni ozdirib ketganning hisobiga qo'shib, bank kartam bilan undidarimdan yetkib olgan pulni burningdan buloq chiqarib to'ktirib olaman. Uning gaplarini anglagan Gulqamar asta-asta bo'shib Akramning qo'lini qo'yiverdi va tishlari orasidan chiqarib doni qilib. Xap to'xtab tur. Men harigiz bundaqli bo'ldi qilib etmayman. Turannisaga o'chmanlik nazarda qarab o'tib uydan chiqib ketdi. U chiqib ketgandan keyin Turannisa Akramning qochib chiqib ketmasligi uchun eshikni to'sib turishni Tojixonga topshirib, o'zi uyma-uy kirib Gulqamarning qoldi-qoqdi narsa keraklarini hammani yig'ib chiqib, cho'ng zalga tashildi. Shungacha 110 qo'mondonlik markazdan kelganlar eshikni urib bo'ldi. Eshikning urilgan ovozni anglab Akramning yuragi qartdi qildi. Turannisa uningga g'oliblarcha qarab tabassum qildi. Tojixon ikkilarning chiroyidagi o'zgarishga sapsag'ash berib eshikni ochdi. Boshda inkos qilgan ahvol ma'lumotiga asosan uyni qonunsiz egallavog'ichi qani degan savolga Turannisa saqchi keladiganligini anglab darhol qochib chiqib ketdi. Chiqib ketgili qo'ymay to'sib qolay desam, tutqun qilib olgan bo'pqanmay deb qarab turib qoldim. Mana uyda qolgan narsalarni yig'ishtirib chiqdim. Kechgacha o'ziga yetkazib beray deb turibdiman. deb javob berdi. Ahvol ma'lumotida tilga ilingan huquqiy chiqilg'uchining qonunsiz egallavish qilmishi to'xtatilib, daxil tarz oxirlashgan bo'g'ashqa saqchilarni ortiqcha ko'chilab surishtirib yurmadi. U ozdirib ketgan eringiz mushumu deb Akram ko'rsatilganda, Akram nijotliq izlagandek Turannisaning ko'zlariga mildirlab qaradi. Dal shuni kutib turgan Turannisami mardona qiyofatda Yerim yo'ash, oq ko'ngil odam. U xotun bara tura yerim yo'q, uyingizda xizmatkorlik qilsam deb kirsa, yerim ma'qul degan gapgan. Keyin bir amal qilib ozdirib olay degan chig'i, har holda oldim xaldisiga tushmadik. Sizlar kelishning oldida qo'rqib tikivatdi shu. Maqsad ketkizib etish bo'lgandikin ketaman desa tutib qolmadim. Yo'ldishim o'zimning, yana o'zimga qoldi shu. Degincha hijib turdi. Tayin yo'q bir ish uchun avar bo'g'iniga ochiq kelib qo'shimiz turilgan saqchilar uning gapini anglab kulivatdi. Bir ikkisi Turannisaga boshdan oyoq qarab sepsilibmi ulgadi. Shunda qilib dabdab bilan qilingan arz shikoyat mushundaqla oxirlashib, Gulqamarni uydan chiqarib o'tish maqsadi ishga oshdi. Saqchilar ketgandan keyin Turannisa men qaytib ketay deb mang'an Tojixonni tutib olib, bugun oqshom mush uyda qilishga ko'ndadi. Ondan Akramni yeniga o'ltag'izib, uningga tamkinlik bilan chiroyli so'zladi. Uy tutayotganimizga hisobda 20 yil bo'ldi. O'ttirimizda guldek bir qizimiz bor. Taqdiri kaj kelib, rizqini qisib qo'ymagan bo'lsa, balkim shu o'g'limizmi bor bo'ladi. Demak, biz allaqachon qadinaslarga aylanib qoldik. Ilgirki shu yillarda kam aqllik qilib xato yo'lda menib qoldingiz. Buning dardini siz turmida, men bolalar bilan sirtida yurib, saq 12 yil tatdiq. O'ylab beqma, shu bir qitimliq ahmoqonligingizning badali qanchalik ig'ir bo'ldi. Buni unutib qolmagansiz? Endi kelib, to'qliqdan sho'xliq chiqiribla talaga qarab oldingiz. Buning xato yo'l ekanligini men demisam-mo obdan bilasiz. Chunki hammamiz mush jamiyatda yashayotgan. Buningdan ilgari-mo mushinaga o'xshash yo'lda manganlarning yaxshi oqibat ko'rmaganligini anglagan, ko'rgan, bilgan kishilar sizmi bir aql egisi. Oldingi qitim yarishib qolarimizda
Gulqamardan man vafo kelmaydi ekan, mundaq qiliqlarni qildi deb uning qilgan etganlarining hammini to'kib berdingiz. Shundaq turuqliq yana berib uni tepib olsangiz, uningdan vafo kelmaydiganligini bilib turib, yana shuni tanlab billa yashsangiz, bu kimning aqliga sig'adi? Shunchalik qilganingizga yarasha qadringizni bilgan bo'lsa, siz bilan borinimi, yo'qinimi tan ko'ralgan bo'lsa, qiyin ahvolda qolganda holingizga yetaligan bo'lsa, sizni yaxshi ko'ralgan bo'lsa, buning yo'li boshqa edi. Menmi bo'pti deb sizlarni murodingizga yetkazib qo'yatdim. Chunki ko'ngli yo'q odamga zo'm-zo chaplashib billa o'tganning baxtsizlik ekanligini menmi bilaman. Lekin hozir ahvol boshqacha. Gulqamar sizni pulingiz bo'lsa, ondan yaxshi ko'rdi. Pulingiz tugisa, aniqla tashlaydi. Undaq bo'lmadi degan taqdirdami, uningga o'xshash ayollar sharoiti sizdimi yaxshi bir narsani topsa, ikkilanmay sizni tashlaydi. Buni men demasam-mu, siz bilmaydigan yerda emas. Oddiysi, mush qitimdimi akam bilan yengam sizning ta'rifingizni elib, yuzingizni tanglab turolmagan bo'lsa, bu kamgacha ajrashib bo'lgan bo'lardik. Men shularning ham o'tirimizdagi bir bolaning yuzini qilib o'tganga salavat davatdim. Biroq bu davomli shundaq davirdiganligimni bildirmaydi. Shunga, agar chiroyliqcha uyimizni tutib qolgangiz bo'lsa, mening savrimni sinamang. Uning yeniga ketgangiz bo'lsa, gapni ochiq qilib, arini uzib bo'lib biraqli keting. Ammo ikkinchilab meni izlamang. Mening endi dard ko'targuchiligim yo'q. Burunqidek kelsangiz qarshi elib, kessangiz uzitib qo'yolmayman. Shunglashqa bugun hamma gapni ochiq deyishib yetayli. Yaxshi o'ylab javob bering. Uyimizni tutib qolamdiq yoki uningga turamsiz? Turannisaning intayin vazlik ham astoydil aytgan gaplari Akramni xeli uzun o'ylantirib qo'ydi. U chatirqiga qarab xeli uzun o'tirib ketdi. Turannisamu uni obdan o'ylanib, ondan qaror chiqasin deb javob berishga oldirtib ketmadi. U yarim soatga yaqin shu holda sangalab o'tirib ketgandan keyin asta beshini ko'tardi va to'limi bechoralik bilan kechirgan Turannisa. Hozir uning endi men bo'lmasam bo'lmaydi. Bilsan, u homildor. Shu holda uni yolg'iz tashlab qo'ysam, bu erkakchilikka to'g'ri kelmaydi. Zaynuraning endi sen ba, ikkinglar bir-biringlarga hamdam bo'lib yashab ketalaysizlar. Men masalani herkes tashlab etmayman. Lekin Gulqamar ojiz bir ayol kishi. Tayanğıdek başqa adam yo'q. Ballari kichik. Uning holiga yetkidek qurbatimmi yo'q. Uning ustiga ersiz bir ayol uyda o'ltiribla, qo'rsoq ko'tirib qolsa, jamiyat qandoqmi beshini ko'tirib yuralaydi deysan. U balni qaysi otaqqa kimning balasi deb tug'di? Bu jo'risiz tug'ilgan bir bola keyin jamiyatda haqoratga qoladi. Kishilar orasidami inovati bo'lmaydi. Jamiyat tarafidan haqoratlanib, chetga qiqilib, cho'ng bo'lganda bola keyincha yomon yo'llarda menib qilishi mumkin. Men bundaq oqibatning yuz berishini xohlamayman. Shunga men berib uni amrimga olay. Sen meni qo'yib o'tib, turmushingni erkin ozodi o'tkazgin. Baribir uni turmushimizdan siqib chiqarib o'tamiz desakmi, Gulqamar bizni oromimizda qo'ymaydi. Qandoqli qilsak, azor yeydigini sen bo'p qolasan. Shunga bo'ldi. Shunda qilayli amsa. Atigan tayyor bo'lib, xalq ishlar idorasida saqlang. Chiroyliqcha ajrashib ketayli. Sizlarni murodingizga yetkazib qo'yay. Akramning gaplarini davomli anglashga taqat qolmagan Turannisa uning gapini bo'libla qo'shildiganligini bildirdi. Ammo uning kayfiyatida, chiroyida ne azoblanish, ne qiyonmaslik iznolari yo'q edi. Ma'qul. dedi Akram ulug' kichiktinib. Tushunganingga rahmat. Turmushingdan chiqib ketsam, balkim sen xotirjam yashashing mumkin. Meni xotirjam qiladigan yana bir ishingiz bor, dedi Turannisa qisqili o'ylanib olgandan keyin. Qaysi kuni men doktorxonada yotganda, undidor ham yonimdan, ham bank kartamdan yo'tkib olgan 30 necha ming yuanni menga qaytarib bersiz. Mening ajrim bilan kelgan pulni elib berib, u xotinni beqishingizga qo'shilmayman. Sapsaq, bütün sürük bir erkish turib, bu kamgacha menga ig'iringizni selib keldingiz. Endi uni o'z kuchingizga taynab pul tepib beqing. Bu kamgacha tanxajlaganlarimiz, sizga berganlarim menga hisob bo'lsin. Lekin u pullarni cho'qim qaytarib bermasangiz bo'lmaydi. Akramning chiroyi o'ngdi.
mush chaqqichi hamma ishiga mayli deb kelgan Akram uchun hech qachon azaldan pulning ko'ziga qarab ketmagan xotinning bu pulni qaytarib bersan deb söyleshini u o'ylab boqmagandi. Uning kayfiyatidagi hayronlik birdamdila o'ng'aysizlikqa almashdi. U absiz yerda o'tirib qolgandek ikki yeniga qarab qo'ydi. Ming taslikda ig'iz ochdi. U pullarni Gulqamar o'zining unidoriga yetkib olgan. Pul chiqim qilish maxfiy nomerini siz deb bergan bo'g'aydingiz. Undaq bo'lmasa, mening unidarimdagi pulni u qanday yutkiyalaydi? Turannisoning qat'iylik chiqib turgan ko'zlari gap tugidi degan ma'noda boshqa yoqqa yutkaldi. Bularning paranglariga boshdan oxiri quloq silib bir chetda jim o'ltagan Tojixon Turannisoning bu qadar puxta ham turgunligiga qoyil bo'lib pisingida kuldi. Akram bo'lsa minglarcha xijillik bilan Turannisoga iltijo qildi. Turannisa, sen bilasan, men turmadan chiqqandan beri hech bir ishning peshini tutib bo'lamadim. Shunga hozirgacha qo'limda unchalik naqd pul yo'q. Menga ozroq vaqt. Zo'rladimi, buni bilmayman. Ish qilib ishkanglar birlashib yetkib oldinglar. Shunga pullarimni qaytarib bersiz, ondan ajrashimiz. Turannisa zardi bilan o'rindan turib ketdi. Yana so'zi esa ishning yomoniga tortib qoldiganligini ta'minlagan Akram ichiga tinib jimib ketdi. Akramdan Turannisoning pulini qaytarishini talab qilganligini anglagan Gulqamar maymun eshakdek chichonshib necha soat qaynadi. Lekin ming qaynagan bilanmi Akram uningga tasalli bermadi va bu ishga boshqacha chorami topmadi. Faqat uning chalvaqab degan gaplarini erinmay anglab, chatirqiga sangilab o'ltadi. Uningdan hech bir gap chiqmaydiganligini ta'minlagan Gulqamar jidallish uchun yengini turib Turannisoning uyiga keldi. Mushuk ko'zdan Gulqamarning tishlari bilan pushildab turganini ko'rgan Turanniso asta telefonning ovozini aytdi-da, putining uchi dasab hujursiga kirib ketdi. Biroq eshik shu urilgancha saq bir soat to'xtamay urilib, amonlik qo'g'dash xodimlari eshik oldida paydo bo'lgan qadar Gulqamar shu yerda Turannisoni qor yomg'ir tillab, beshamlarcha jidal chiqarib, hamma qo'shinlarning diqqatini tortib turaverdi. 22-qism. Turanniso tunji qitim xatoligini yana bir qitim sodir qildi. Qayta izlab kelib avorchilik teriyvergan Gulqamarga faqatli ishini ochmay, oxiri uning jili bo'lib saranglarcha yo'l tutishiga sababchi bo'ldi. U mundaq qilsam qandoq qilasan dedimi, Zaynuraga telefon qilib, onasidan ololmagan barliq dardini uningdan oldi va Turannisonimi, Zaynuranimi tillab, jatti jamiyatgacha qog'ab chiqdi. İşlarning tafsilotidan xabarsiz Zaynura toki mushkamgacha ota-onasining yarishib qoldi, inoq o'tyotdi, turmushi illiq davomlashyotdi deb o'ylaydi. Ammo hozirgi kutilmagan bu ahvol uning kollasini qaymoqtirib etdi. U Gulqamarning to'xtamay javildab tillashlariga chidamay telefonni qo'yib va oldirab onasiga telefon urdi. Lekin Turannisa qaq bir kun telefonni olmagandan keyin dadisining telefonimi bir taqalgancha 10 kundan beri zodi echilib boqmagandan keyin amalsiz qilib Tojixon hammasiga telefon qildi. Tojixon xili ustadlik bilan gap o'yintib boqqan bo'lsa-mu, sezgur, to'yg'un va aqlliq Zaynuradan u ishlarni yoshirib qilishga ojiz keldi. Qizning uni desimi ishonmay, qusur tepib, buni desimi gapning yo'chig'ini tepib olib, ko'chilab so'rab turavelishlari bilan hech amal qilolmay yig'lab turib, orada bo'lgan hamma ishlarni Zaynuraga to'liq bilan so'zlab berdi. Dadasi turmaga kirib ketgandan beri onasining tatmagan jafolari qolmagan. Shu jafolar badaliga bir munch kasal tepib olgan. Hech zaman degidek demilib, kuli ilg'idek rohat ko'rib boqmaganligi va bu yillarda qanchalik izo ahonat anglab, qancha toptanlarga chidab, barcha ig'irchiliklarni o'zi yolg'iz ko'tarib, mush kuniga ulashganligi Zaynuraga besh qo'ldek ayon edi. Oltasi qopsa o'ylaydig'ini tezroq o'qish bitirib,
xizmat tep va ko'p kino teatrlarda rol elish, mahsulotlarning e'loniga chiqish, obraz vakili bo'lish, har xil faoliyatlarga qatnashish degandek tomosha va ko'ngil ichish sohasida xeli bo'ldiganligi ishlarni birnimi rad qilmay ko'p pul tepib, onasini yeniga elib ketib yaxshi beqish, ömrünün oxirgacha holdan obdan xabar elish edi. Şunu u bu yillarda bak tirishdi. Aktyorlikning ujur bujurgicha o'zi o'ginishlik tegishlik bo'lganligi narsalarning hammasini o'rgandi. Aktyorlarning universal bilim sohasida kam bo'lsa bo'lmaydigan suv uzish, ot minish, mashina haydash, o'qya etish, qilich va tayoq to'qmoq o'yintish, garim qilish, ish qilib necha xil tildan boshlab o'rgansa bo'ldiganning hammasini 1 minut vaqtmi qo'ldan bermay tirishib o'rgandi. Ajriga yarasha bir necha kino televiziya shirkatining taklifi bilan 2-3 filmda qo'shimcha rolga chiqish fursatiga erishdi. Gerçi rolni og'ini qo'shimcha personaj bo'lsa-mu, ko'rinishi intayin oz bo'lsa-mu, u shuningga qanoat qildi. Moshundoq bir baldaqlikdan o'rlab, o'zi yaxshi ko'rgan va ko'zga ko'rinishdan umid tug'ilgan bu kasbda kunsiri parlab kelgusida dangliq bir cho'lpon bo'lib chiqish, shu orqali onasining o'ziga singdirgan ajriga rahmat aytib, bir umr holdan yaxshi xabar olish orzusida kech kunduz tinim topmadi. Shuncha uzoq mezgil haramay tirishib, jafoliq jarayonlarni boshdan kechirib, ishlar amdilikdan yaxshi bo'lyotidi deb turganda, to'yiqsiz bu Gulqamar va uning to'yiqsiz bo'yda qolgan bolasining hikoyasi naydan paydo bo'ldi endi? Shuncha ishlar o'tib ketkicha dadasi onasini faqat o'ylamaganmidi? O'zi uchun, qizi va oilasi uchun to'lagan badal, bergan qurbonliqlarining 100 xotirasini qilmaganmidi? Yomon kunlarda jafosini yetkish tatgan xotindan yaxshi kunlarga ulashgan hamonlar voz kechganmidi? İşlar haqiqatan shundoq bo'lsa, ular nemishqa bu ishlarni o'z ishida hal qilib tugatmadi. Hozir degan davolash ishlari shunchalik taraq qildi. Doktorlar ondan yomon. Bu xil ahvolda bo'yda qolgan bolani tug'mayli desa, shunchalik bir chosh yasatganning o'rindagi bir ish. Shundoq ekan Gulqamar nemishqa bolani dastak qilib, ularning turmushini parokanda qiladi. Tajixondan hamma ahvolni anglagan Zaynura o'zi Gulqamarga telefon berib, endi ota-onasini parokanda qilmaslikni, agar o'zini to'ymay davomliq moshundoq beshamlik qilaveradigan bo'lsa, qonun orqali huquq manfaatni qo'g'daydiganligini aytib, uni ogohlantirdi. Biroq yalang'oq suvdan qo'rqmabdi deb Gulqamar uning gaplarini qirg'im ap qo'ymadi. Texi ko'ranglik bilan "Men qonunning jazosiga uchirsam, dadang berib ammachangning singlisiga uchiramdika. Unutib qolma, dadang ikkimiz bir yo'ldagi odamlar. O'tirimizdagi bu munosabatda men dadangni emas, balki dadang meni ozdirgan. Uning ustiga hozir dadangning oilasi qonunli xotini bor. Shunga qonuniy mas'uliyat surishtirilsa, uningga bekrak tarozi besib ketadi. Turmaga kiradigan ish bo'lsa, avval u kiradi, keyinda menga navbat keladi. Ammo shunimi bilib qol, men o'zimni qanday qo'g'dashni bilaman. Vaqti kelganda dadang balki bosqinchilik jinoyati bilan ayblanishi mumkin. Shuncha yil turmada yetib tex endi chiqqan dadang yana qayta turmaga uzib qo'ygan bo'lsa berib arz qil. Men deyishkili tayyor. dedi zaharni chechib qaqoqlab kulib ketdi. Qoqrima qanjoq. dedi Zaynura o'zini besib ololmay barliq mehri muhabbatlarni, yaqinliklarni bir chetga qayritib vaqirab. O'zing xolib dadam bilan oshna o'ynasang, endi kelib bosqinchilik qilgan bo'lib qolamda. Qonun undaq yo'l emasmi? O chaqda o'zim xohlagan ish ustida hech kim qarab turmagan. Xohlamaganimning gapida mening deganim hisob. Artistlikdan meningni xabarim bor deb qolma. Xonachangmi xeyli usta artist. Gap shu, yaxshi anangga nasihat qilib, 30 ming yonning gapini qilmayla dadang bilan ajrashib ketishga ko'ndir. Bo'lmasa, kunda mushundaq parakanda qilma. Toki anang ajrashib uyni bekorligicha mendan qutulanmaysizlar. Opdan gap bo'ldi. O'zing xohlab oshna o'ynab, ish yomoniga chiqsa bosqinchilik qildi deb turmoqchi bo'lganlaringni o'z eg'zing bilan e'tirof qilding. Boy degan gaplaringning hammani unga olib oldim. Vaqti kelganda mushimi isbot bo'la oladi. Xohlasang, hozir petingdan yansangmi ilgirsan? dedi Zaynura qat'iy yanmay. Unga olamsa, suratga olamsa, uningga parvoyim palak. Nochi bo'lsang berib arz qil. Shunchalik bir eg'iz gap dadangni turmaga kirish xavfidan saqlab qola olsa, qani sinab boq.
dedi bu sarang'etish xotinga qandaqlik qilsa gap o'tkazolmaydiganligiga ko'zi yetgan qiz ochchig'idan yerilg'udek bo'lib telefonni qo'yiverdi va onasiga yana telefon urdi. Turannisaning yonfoni yanali etik edi. U yana bir qitim Tojixonga telefon berib, uni hozirla onasining yeniga berishga, ondan yonfonni o'ziga ulab onasiga berishga buyurdi. Akram ikki ayolning o'ttirisida bakli tanglikda qoldi. Nurg'un ishlardan keyin o'ylab yetdiki, Gulqamardan uningga hargiz vafo kelmaydi. Biroq uni homildora holatida yolg'iz tashlab qo'yolmaydi. Akramga nisbatan aytganda bu bolani tug'ishdan o'ziga yo'l yo'q edi. Agar tug'sa, o'zi mayda kerib o'ttirg'i chiqib, bolaga va Gulqamarga ega bo'lmaydi. Ularga ega bo'lish uchun Turannisadan ajrashib Gulqamar bilan to'y xati elish kerak edi. Tojixon uningga Gulqamarni ayvashga keltirib, bolani oldirib o'tishga ko'ndirishga nasihat qilib boqdi. Har xil yaxshi-yomon farazlar bilan ogohlantiribmi ko'p so'zildi. Biroq Akramning kallasi yana shu ko'ni ideyada bo'lg'ashqa, Gulqamarni amriga elib, bolani mening igdochiligimda tug'ish uchun sharoit yaratib bermasam bo'lmaydi deb chaqirib oldi. Keyin Tojixonning zerikmay, terikmay tushuntirishlari bilan haqiqatan shunday qilsa bo'ldiganligini tushunib qoldi. Lekin u chaqda Gulqamar bolani tug'iman, uyildigan ish bo'lsa-mu cho'qim tug'iman deb o'z gapida chaqirib oldi. Ya Turannisa 30 ming yuandan voz kechib ajrashib bergili unimedi. Ya Gulqamar pulni qaytarib berib Akramga ega bo'lay demedi. Shunda qilib o'ylasa oddiyla, lekin hal qilish chorasi bo'lmagan bu uch burjaglik joyli munosabat texmi murakkablashib, ular orasidagi ziddiyat yo'g'inab ketdi. Bu orada kagilikning ko'pragi jiroq turayotgan Zaynuraga bo'ldi. U ya onasining yeniga kelib uning holiga yetamidi. Yeli Gulqamarga, yeli onasiga, yeli Tojixonga telefon urgan bo'lsa-mu, bu ishlarni muvofiq orni yaxshilashtirolmadi. Dadisi bo'lsa Qashqarlik chaqda 1 monch pulga setib etgan yonfondan sug'urib olgan so'zlish kartasini arzon baholiq boshqa knopkalik yonfonga solgan bo'lsa-mu, qizning toptanisidan ikki ayolning to'xtamay qilayotgan jidallaridan qochib yonfonni bir taqig'ancha oshmay qo'ydi. O'ltiroq rayon darvozasidagilar Gulqamarni yana bu darvozadan kirishdan cheklab qo'ydi. Buning bilan har kuni kelib Turannisa bilan jidalish fursatini mahrum qolgan Gulqamar to'xtamay Zaynuraga telefon qilib, o'zining Turannisani nimalar deb tillaganligini, Akram bilan qandoq amroq ijil o'tayotganligini ish qilib, Zaynuraning ochiq keldigan gapning hammasini qilib, uning oromini buzib, ko'nglini besaramjon qilib turdi. Zaynura onasidan so'rasa u: "Voy yo'q balam, darvozadagilar uni o'ltiroq rayonga kirgizmaydi. O'yli ichiga kiramagan odam men bilan qandoq urishatdi? Dadang bilan qandoq o'ssa parvoyim palak, telefon nomerini qora tizimga kirgizib qo'ydim. Meni izlab avar qilolmaydi. Xotirjam bo'l." Debli telefonni uzdi. Zaynura uning gaplariga davomli ishinib, Gulqamarning telefonini olmay o'tayversin bo'ladi. Biroq onasi bilan sinliq ko'rishganda his qilib yetdiki, quchoqlasa g'olchi yetmagidek liqqidi simiz onasi mush oy mush kunlarda yingni yutib olgandek o'rg'lab, bog'ansiri judab chiroyi sog'irib ketibdi. Bularni Zaynuraga bildirmaslik uchun qilib olgan qiniq girimlarmi chiroyidagi xopchilikni, ko'ngildagi g'ashlikni, minutda bir tatib turadigan uflarni yo'shirib qololmabdi. Shularni o'ylab yetgan Zaynura ishning onasi aytgandek oddiy emasligini, o'zi berib ishlarning o'z ayni ko'misa, onasining u turuqida o'zini davomli aldab, hamma dardini ichiga yutib o'tayverdiganligini faraz qilib yetdi. Ona emasmi? Qizni deb nima kunlarni ko'midi, ha? Oddiysi dadasiga aqida qilib, mush kamgicha o'ltirishmi, ashu qizning yetim bo'lmasligi uchun emasmidi? 23 qism. Ona emasmi? Qizin deb nima kunlarni ko'midi, ha?
oddiysi dadisiga aqida qilib mushkamgacha o'ltirishmi ashu qizining yetim bo'lmasligi uchun emasmidi? Kun o'tib haftalar uzardi. Gulqamarning homildorligimi 3-oyga qadam qo'ydi. Mundaq ketiversa ishlar keyinga tortilib qachongacha so'ylab yuriydi. Akram bilan Turannisa to'y xatni qachon ayiriydi? Gulqamar ikkisi qachon to'y xati ep bo'ladi? Shungacha Gulqamarning qo'sig'i to'mpiyib chiqmamdi. Shunda xo'p qolsa u al-mali oldida qandoq yuzni ko'tarib yuriydi? Balını kimning deydi? İgisi yo'q balını tug'sa, 100 obro'y yer bilan yaksan bo'lmamdi. Shularni o'ylab oldirab qolgan Gulqamar Akramga orom bermay urushib, uni Turannisani 30 ming yuan pulni qaytirib bermayli ajrashishga ko'ndirishga qistidi. Qaytirib bersa, tamamen bo'ldigan holda Turannisaning u naq pullari o'zining qo'lida. Onun üstüge Akramning igdorchilik bo'lmagan shaxsiy iqtisodiy ahvolimi xili yaxshi turib, qastanga qiliq chiqarib, Turannisaning shu pullarini yutib olish, shu orqali Turannisani bo'zaq qilib, ham erini, ham pulini tangli tortib olish maqsadiga yetmoqchi edi. Akram uning har kuni to'xtamay ko'tullashlarga, atigini nashliq o'rinda izo ahonat berishlariga va uyoq o'tkash do'q qilib, buyoq o'tkash zaharni sanjib cheqivilishlarga barbara chidab bo'lolmay qoldi. Anglamasqa salay deb qo'liqini yopirib oldi. Lekin zahardan ochiq gaplar uning nervisiga ta'sir ko'rsatdi. Qari bo'lmaslik uchun boshqa ishlar bilan halak bo'lib oldi. Ammo Gulqamar uni faqatla o'z holiga qo'ymadi. Tong atqandan kun patog'iga qadar üzülmay turgan top-tanlar, qattiq gaplar, da erkaklikni tishlab tortib g'ururga tegishlar. Bir mo'chan topmoqda yo'q Gulqamarnikini yeb ishganlarini hamda uning uyda turganligini yuziga silib datmishlar üzülmagan siri uning yuragi siqildi. Chidab bo'lolmaganda Turannisa asildagi eski tuskunlari bilan to'shqizib qo'ygan sahrodagi uyga ketib edi. Gulqamar keyindan qo'g'lab berib, "Men bilan balig'i egi bo'lmading, ikki qiz gapga chidamay yomonlading. Turannisaga xizmat ishlab qoyil qilsang bo'ldiganning o'rinda mendan o'zingni qochirding" deb qo'yib, shu yerdimi quloq mingisini yeb bo'ldi. Hamda vaqirab, joqirab, orom bermay urushib, uni oldiga silib o'z uyiga haydab keldi. Akram Gulqamarning o'zi tunigan chog'dikidan asarimi yo'q holda mijozning bu qadar o'zgarib ketgandan bakma hayron edi. Saranglarcha qaqshash, to'xtamay tillash va jidal qilish uning mushu kamgacha yashagan hayotining ilgirki qismida faqatli ko'rilib boqmagandi. Turannisa uningga shunchalik rayish, illiq va xushchiroy edi. Uyga kirsa oldiga yugurib berib qarshilib, choponni qo'ldan elishga tayyor turadi. Qishda qiziq, yozda sovuq choy tayyor edi. Uyga kelib kiyimini almashtirib, yuz-ko'zini yuvib bo'lguncha tomoqi pishib ustalga chiqib bo'ladi. Tomoqdan keyin put-qo'llarini, belini tutib, mo'risini ovlab qo'yadi. Amal qilib Akramning hardug'ini chiqarishga, ko'nglini elishga, xo'sh qilishga, oila turmushdan huzur his qildirishga tirishadi. Biroq Gulqamarchu uningdan keldigini shu jidal majra, so'g'oq muomala, cheqivilish va qor yomg'ir tillash, ayollik mehri muhabbat, kuyinish, holini so'rash, da'diga yetish deganlar uning vujudidan zinho tepilmaydi. Shundoq turibmi bu ayolning yenidan ketmasligi faqat uning qo'sig'idagi bola uchun ekanligini o'ylaganda, u buningdan keyingi turmushini butunlay yashab bo'lgandek, endi hargiz xo'shal-xo'ram, osoyishlik kunlar bo'lmaydigandek tuyuldi. Biroq Gulqamar oldidagi erlik majburiyatdan bakrak balig'i bo'lgan dadiliq mas'uliyat uning oldiga o'tib olib, Gulqamarni amriga olmasa zodi bo'lmaydigandek majburlikqa mahkum bo'lib qoldi. Mushularni tushunib turgan Gulqamar uning holiga yetmedi. Ko'nglini so'ramadi. Aksicha mijozi teximi osonlashib, bir eg'iz gap ikki eg'izga o'sili sholini chachadigan, qo'lini chiltib ochiqdan ochiq tillaydigan, Akramni kichik balchilikmi ko'zga ilmaydigan bo'lib oldi.
yo sahrodagi uyga ketib xotirjam turolmay, yo Gulqamarning yanında azodi bo'lolmay, yeni kichikkina qolgan Akram Guldek oilasi bag'ri illiq ayoldan yuz o'rib bu xotin bilan chiqishib qolganiga, ezib tezib uning qo'sqig'iga undirib qo'yguniga bakmo pushaymon qildi. Lekin bula ish bo'lganda pushaymon qilganning foydasi yo'q. Bir kuni Akram Gulqamarning kayfiyati yaxshi bir vaqtni tanlab, uning bilan paranlashmoqchi bo'ldi va uningga bir oz xushomat purqi yaqinlashgandan keyin duduqlab gapni tashdi. Gulqamar, Turansa hozircha gap yeydiganda qilmaydi. U pullar baribir uning bo'lgandan keyin berib etib, ajrashib beraqli qutulmaylimi? Bo'yingizda qolganiga 3 oy bo'ldi. Kunlar o'tayversa, qo'saq barbara yo'g'inaydigan gap. Siz muhaqlarning oldida yeri qarib qilishni xohlamaydigansiz. Shunga uning pullarini berib etib, ondan to'y xatini ayirib etsak. Ikkimizmi tezlikda to'y xati elib Xam xiyal aylabsiz. Dedi Gulqamar chiroyini turib o'rindan dast turib. Undaq ish yo'q. O pulni mumkin emas bermayman. Sizning boshqa yerda tiqib qo'ygan pulingiz bo'lsa shuningdan bering. Men Gulqamar qo'limga kirib bo'lgan narsani bir kimga yuvaslik bilan tutqizgan ayol emas. Lekin sizmi o'ylab beqing-a? Dedi Akram sal jil bo'lib. O pul iniqla shuning tursa, erini tatib olganingizmi yetar endi. Uningdan keyin xarajat qilgan pulni elib olsangiz, bu umi yosh kerak-da. İşçiniz ağırıp ketdimi? Ay bu kallingizda qog'i cho'qib olmaganda sizning. Hozir siz ish chaqirtadigan, yan bosadigan odam o emas, men. Buningdan keyin xarajat qiladigan puli deb ketganni texi. Sizga shunchilikli puli borda ko'rinib qo'ygan yeri uning. Uchu bu yillarda pul deganni cho'lda lag'man suzgandek sizga prosa topdi. Undaq 30 mingdan 40-50 ga bor uningda. Sizga ishonmagachki deb bermagan, ko'rsatmagan yeri bor xolos. Shundoq bo'ldimi deyli? Uning ajr singan, o'zi topgan pulni qaytarib berish yo'limiz bor bizning. Shu pulni berseklar men bilan ajrash qilib boradi. Ajrashib kelsak siz bilan darhol to'y qila olayman. Bolalarimiz butun bir oilada tug'iladi. Shuni ko'zda tutib bo'lsa-mu, u pullarni berib deyli. Biz to'y qilib bo'lgandan keyin men tijorat qilib, tirishib, pul tepib, undaq puldan nechasi ko'p pul jug'lab beraman sizga. Chiroyli gaplaringizdan aylanay. Kötümde ishton yo'q, etdim marjon buviydan, ha? Qanday qilib topsiz shu pulni? Turmadan chiqib hozir qadar shu xotinning pulini xajlayotgansiz? Bu yurtning daraxtlarida pul bo'lmaydi. Turbillardan pul emas, suv tushidi. Pulni axlat supurgandek supurib topman desangiz, adishib jo'yilib qopsiz. Kallingizda silkib etib qaytadan o'ylang. Sizdek tayyorga ayyor, rohatparast hojamlar jannat ta'si boqadigan yurt ma bu. Xalqchanda tilamchilik qilma kuniga 400 koy pul topa olaydi ekan. Sizning qo'lingizdan zot nima ish keladi? Ayol kishi bo'lgan bo'lsangizmi, bir erlarning hojdan chiqib qo'ysangiz ancha-muncha pul beravoqaydi. Akram chidayman deb tirishib boqdi. Levini ching'ida tishlab Gulqamarning gaplarini boshlangandan tortib dangsab o'ltirib angladi. Lekin uning eng oxirgi gapi Akramning g'ururiga tegib, jon-jindan o'tib ketdi. U o'ltag'an yerdan chachirab o'rindan turib oldidagi razgilikda uchiga chiqqan bu ayolning tastigiga urish uchun qo'lini egiz ko'tardi-yu, ko'zlari chachirab chiqqidek poltuyib, hayronlikda dong etib qolgan Gulqamarning tatargan chiroyiga qarab uni urishdan yaltaydi. Havoga ko'tarilgan qo'li asta-asta pasildi. Bo'g'ziga kaplashib kelayotgan haqoratlik yig'isini Gulqamarga ko'rsatmaslik uchun keyiniga burilib uydan chiqib, Turan Niso bilan deyishkili o'ltiraq rayondagi uyga mangdi. 24-qism. Arda Akram Turan Nisoning yeniga to'liq kelib, yilqi pulni talab qilmaslik, shuncha yillik er-xotinchilik va o'tturdagi bir bolaning yuz xotirasini qilish haqida uningga to'liq yolurib, Gulqamar bilan to'y qilib bo'lgandan keyin bir amal qilib pullarni uningga qaytarib berdiganligi haqida ko'p ifoda bildirib ketdi. Biroq Turan Niso Nisidin ta'lim yo'q, bersangiz hozir bering, pulni bermasangiz men hargiz ajrashmayman. Noch bo'lgandan keyin Gulqamarmi bolasini dadisiz atoqda tug'iyversin deb turib oldi. Şunu bugunmi Akramning o'zini izlab kelishini Turan Niso yana shu pulni bermaslikning qozon nesib kelganini deb tushundi va so'g'uqli qarshi oldi.
biror piyola choy qo'yish tugul o'ltirishga taklifmi qilib qo'ymay, kichik balig'imi qilmaydigan parvosiz muomalasi bilan Akramni texmi tunjuqtirib qo'ydi. Qara Turannisa, dedi Akram ming taslikda ig'iz ichib. hozircha Gulqamarda o pulni og'il bo'lmaydigan o'xshaydi. Sen men niyatingdan yanmagan ekansan. Ozroq bo'lsa-mu kangchilik qil. Men sana qarz hujjati yezib beray. O pulni sana mushu 1 yil ichida to'liq qaytarib berish to'g'risida va'da beray. Seningcha qandoq? Ha? Va'da beray? Mangama? İyisiz. Turannisa Akramni tunji qitim ko'rayotgandek chekchiyib qarab, to'satdilla qaqaqlab kulib ketdi. Va xili uzun jimmida turib ketgandan keyin gapini davomlashtirdi. Siz manga burunmi va'da berib baqqan. Esingizda bo'lsa, turmidagi cheg'ingizda talay xatlarni yezib va'da bergan. Ko'rishkili bag'inimda aramizni ayirib turgan aynak chaplashib, yig'lab turib va'da bergan. Turmadan chiqqandan keyin yana qo'limni tutib turib, suyib turib, qo'ynimda yetib, meni quchoqlab turib va'da bergan. Seni hargiz jafo tatqizmayman, ko'nglingni og'ritmayman, yig'latmayman, hech qanday bir odamning oldida beshingni ekkizmayman, yerga qaratmayman. Umrimning oxirigacha seni baxtli qilishga, bu yillarda mahrum qolgan hamma narsaning o'rnini to'liqlab berishga, seni bir umr eng baxtli ayol qilishga tirishaman. Bizni endi hech kim, hech nima ayirib etmaydi. Sendan ayrilib nafasimi olamayman, oxirgi tinig'imgacha bag'ringda yashayman deb o'tliq va'dalarni bergan edingiz. Yaxshiroq aslab baqsangiz, cho'qim esingizga keladi. Ondan texim yaxshi aslab baqsangiz, shu va'dalaringizning hech qaysini amalga oshirmaganligingizmi darhol esingizga keladi. Amal qilmaydigan undaq va'dalaringizga men yana ishinamanmi? O'tirdiki bir bolamizning yuzini qil deb qo'ymi chiroyli deydi ekansiz. Siz bilmamdingiz o bir bolamizning yuz xotirasini qilish. Balamiz borligi tek hozir esingizga kelyapti-da. Siz deb harmagan bilan men anglab yerib ketdim. Quruq gapni oz qilib vaqtimni olmay qaytib keting ha. Turannisaning gapni moncha ochiq qilishini va yuz xotir qilmaydiganligini o'ylab boqmagan Akram ikki toshning orasida qolgandek qisildi. Eng oxirgi umidi bo'lgan qarz hujjati yezib berish planimi talto'kis bechit bo'lganning ustiga Turannisaga bergan va'dalari va u va'dalarini amalga oshirmaganligi haqidagi yuzsizligi peshonasiga qo'yilib noitim osal bo'ldi. Eniqki so'zlashib qayli qilammidim deb basa, u uyda yana Gulqamarning top tanisi saqlab turdi. Bir balamiz bo'g'ilyotdi deb o'ylamay, buningga tanglik, muncha rahimsizlik qilmay demay, butun ig'irchilikni uning zimmasiga otib, ezib tizib billi yetib bola tep sog'iniga to'g'risini aytganda, er kishi bo'lib tug'ilib qolganiga qaq pushaymon qildirib o'tdi. Shularni o'ylab yuragi oqqan Akram o'ltagan yerdan serilib Turannisaga tizlandi va titrab turib yig'i aralash so'zildi. Unda qimmat Turannisa, men bek taskin qoldim. Gulqamar bolani tug'aman deb chingtirib oldi. To'y qilmay turib tug'sa, yurtib beshini ko'tarib yuramaydi. Men uningga bir yo'riqlik berishim kerak. Hozirgacha menga erkinlik bergan. To'y xatini ayirib, uni qonunliq amrimga ilib olsam, ondan u bolani tug'ib bo'lsa, bir amallarni qilib ajrashib ketaman. Shu chaqda yana sen bilan yorishib qolaman jinim xotin. Yig'azvaningni, dedi Turannisa zardi bilan qo'lini shiltib vaqirab. Seningchi bo'lganda sen xumsiga shunchalar xushtorligimdan ajrashqil unumabdi-manda. Bilib qol, butun bo'yingni oltinda yo'gab akilib asimi, sen razgiga qaraydigan ko'zim yo'q mening. Shuncha yildan beri jinimni tikib qo'yib, yozni pishg'irim, qishni zimiston demay talatuzda so'kildab yurib, qo'lim suv bilan langpungdan, tenim kasaldan neri bo'lmay, ming jafolikda topgan pullarimni av jaliping bilan birlashib tushirib olsang, ma'qul deb qarab turadigan Turannisaga yo'q. Shu yillarda pul topaman deb amalning yo'qidan qarab yerdigan odamning yo'qidan ikki balani uyga solab qo'yib chiqib ketdim. Bir balang shuning uchun qazo qilib, qizing yolg'iz qoldi. Yana shu yillarda uyga solab qo'ysam xotirjam bo'lamag'ashqa, balani bozorga billa ilib bordim. Men chidigan so'g'oqqa qiz chidimidi. To'nglab ushib qolmasin deb xalqning uyiga akirib panohlantirib qo'ysam, senga o'xshash xotinga to'ymagan nakasdan birisi chiqilib bosqinchilik qilib qo'ydi. 10 yosh. Zaynura shu chaqda aran 10 yoshda edi, bilib otamsan. Bu yillarda yolg'iz malla emas, balalarni tang badal to'ladi.
Sen qilgan o'g'irlikning jazosini hammamiz tang tatdik. Sen go yozda aptab, qishda sovuq ko'mak, to'ttamning ichida tayyorni yepli yotding. Lekin ona bola uchimiz to'lagan badal bek ig'ir bo'ldi. Shu o'g'ling hayot bo'lgan bo'lsa, hozir bo'yi-bo'yinga tang bo'ladi. O'g'lingning hayoti, qizingning ippiti, mening salomatligim ham bir umrlik jafoyim badalga mushunchalik qilgan oiladan osh rasvoni deb voz kechding. Hammamizning yuziga oyoq qo'yding. Yana men sen kutganning hammani qilishim kerakmi? Ko'zingga farishta ko'rinyapamda? Ma'qul. Shuni xohlagan bo'lsang, men sana erkinlik beray. Endi sen mening guldek yoshligimni qaytirib ber. O'g'limning hayotini, qizimning qizlik ippitini, ilgirki g'amsiz chog'larimni qaytirib ber. Shunda qila olsang, mana men sana erkinlik berib, so'zsiz ajrashib ketaman. Ondan o rasvoying bilan to'yingni o'zim qilib qo'yaman. Men deganlarni qaytirib beramisang, asta kashingni to'g'irla. Ya pulimni bergili tursan, ya bo'lmasa sudga arz qil. Shu yerda deysak, yaxshi deyishimiz. Kim biladi, shu arz qilish bilan 12 yil yotgan Qadinas ovanga qaytib ketib qolamsan texi. Sana o'xshash xotinga to'ymagan nakesdan birisi chiqilib, bosqinchilik qilib qo'ydi. 10 yosh. Zaynura shu chaqda aran 10 yoshda edi. Turannisaning bu gaplari Akramning quloq tubida qayta jarangladi. Acaba Turannisa bu ishni aytib baxmagan tuğu. Bechora qiz kichikli turib shu xil paskash usulda depsanda bo'g'icha, yurgi kuyishib, og'rib, o'rtinib ketgan Akram tizlangan yerda yukinib o'tirib, ho'kirab yig'lavatdi. U shunchalik izlib yig'ildiki, na Turannisadan xijil bo'lmadi. Na hech nima demadi. Shu xilda o'ltirib xeyli uzun yig'ladi. Onun hali qarab va o'tmish yodidan kechib Turannisa mo yig'ladi. U yig'lasa yurgi og'riydi. Biyaram bo'lib ko'ni kesli qo'zg'ilib qog'ili oralab turadi. Hozirgidek chog'da og'rib qolsa faqatla bo'lmaydiganligini dangsigan Turannisa kayfiyatini boshqa yoqqa burashga tirishib Akramga vaqirdi. Bu yerda men pichoq surgan kalada ko'krab bermay, berib ovu qanjiqqa yig'lab ber. Bu yillarda men yig'lab tugamagan yig'a bu. Aldımda bizdirib o'ltirib 1 soat yig'laganga aldirab tugamaydi. Sen texi jiq yig'laysan. U xotun men qilganchilik hurmatingni qilmaganda, men bergan mehr muhabbatni bermaganda, uning bilan qurgan oilang men bilan qurgandikiga o'xshamaganda, sendan tinib boshqa bir bilan tepishib olganda, ish qilib aldirmasak, sen texi uzun yig'laysan. Undaq dema Turannisa. Men bek pushaymon qildim, lekin qanday qilaman? Bekli amalsız kaldım. Undaq qilsamı bo'lmasa, bundaq qilsamı bo'lmasa. Hozir shu sendan ajrashib, uning bilan to'y qilishdan boshqa ilojim qolmadi. Akramning ho'kirab turib degan shu gapi Turannisaning yuragini eritibdi. U ig'zini tutib Akramga keyinni qilib oldi va un chiqmaslikka tirishib, tiliqib yig'ladi. Dal shu chaqda eshik tirqishib ochilib yig'layotgan ikkisi o'ng sulini bilgichi bo'lgan araliqda uyda chamadonni so'rab Zaynura paydo bo'ldi. Zaynura ota-onasini xabarlantirib qo'ymayla Gulqamarning uyiga bordi. Qiz aslida uning bilan yaxshiroq so'zlashib, uningdan ota-onasini bu xil usulda qiynamaslikni, ularning turmushini buzmaslikni, faqat dadasini qo'yib berib, oilasini buzishga urinmasla, yiliga 30 ming yuan pulga yana 30 ming yuan qo'shib berib, uni rozi qildiganligini aytmoqchi edi. Lekin Zaynurani so'g'oqli qarshi olgan Gulqamar gapning 5 chiqmasdilla chalvoqab, Akramga qilgan muomalasini to'liq bilan Zaynuraga ko'rsatib qo'ydi. Ondan qilchi aymanmasdan Turannisani boshqa tillab, Akramga chaplashib olgan, shuningdan boshqa er chiqmagan, ko'zi kichiklik qilib shunchaki pulning davosini qilib turib olgan qatoriga chiqarib, Akramni yana boshqa tillab bo'lumsiz, yaramaz, qo'ldan ish kelmaydigan, ashunchalik ishni qamlashtirib hal qilinmay, mush kamgichi so'rganning havo kazasini aytib xeyl uzun shodini chashdi. Ota-onasining qarab turibli uning eg'izda haqorat qilayotganiga chidab turolmagan Zaynura achchig'iga paylamay, qo'liga o'ringan nimindir epli Gulqamarga qartib otdi. U narsa Gulqamarning peshonasiga tegib beshini yerivatdi. Shuning bilan ikkisi choshlashib, pomdog'lashib ketdi. Qiya chiyalarni anglagan Gulqamarning cho'ng o'g'li yugurib kirib,
yerda do'milab chaplashib olgan onasi bilan Zaynura ochisini ko'rib, hayronlikda oqisiga uchib ketgil tasla qoldi. Uni birdam, buni birdam tortib yiqib kuchi yetmagandan keyin onasining yonfoni epli Akramga telefon qildi. 25-qism. Akram ikki xotinning jidallaridan qochib kirib olgan qaysidir bo'longdan chiqib, paypaslig'incha Gulqamarning uyiga keldi. Bu chog'da Zaynura bilan Gulqamar allamaqachon ajratib o'tilgan bo'lib, birining beshi yerilib qon eqib bir bo'longda, birining javg'i yirtilib qopig'i yerilib ishib bir bo'longda o'ltirgan. Tojixon hadib Gulqamarga koyib, Zaynuraning ko'kirib ishigan ko'z atrofi bilan hapilishib ovardi. Akram kiribli bu manzarani ko'rib, o'liq kichik tindi. U ko'nglida naqli jidalning ustiga kiramango deb o'ylagandi. Elim yaxshi bo'ldigan jidal bo'lib, yana besqib bo'g'ini uning ko'nglini tindirdi. To'li toptana, to'li jidal bilan nervisi adishib ketgan Akram mana moshundoq g'avg'olardan qochadigan, hech kimning bir eg'iz ortiq gapiga chidayolmaydigan bo'lib qolgandi. Shuncha urushib Gulqamar va uning o'g'lidan bir mo'ch tayoq yepmi yig'ilmagan Zaynura dadasining kiribli yot odamdek inkossiz qarab turg'ini, hech bo'lmasa qizi bo'lganlikning yuzni qilib bo'lsa-mu yeniga kelib ahvol so'rab qo'ymaganini ko'rib xo'rliq his qildi. O'zini dadasi tarpidan tashlab o'tilgandek bechora sezdi va ichiga patmagan yig'illar biroqli o'rlab pang'adi yig'ilibdi. Turannisa doktorxonaga kelganda Zaynuraning yerilgan qopig'i 3 jipliq, yirtilgan javg'iyi 2 jipliq qilib tikilgan va so'l qo'li tengib qo'yilgan holatda osma o'kul tushotdi. Qizini bu holda ko'rgan Turannisa chidayolmadi. Holsiz tinib yotgan qizini quchoqlab izlib yig'lab ketdi. Bir cheti zanqini tutib, levini tishlab Zaynuraga qarab o'ltirgan Tojixonmi izchil yig'layotdi. Ana bola ikkilan shu holda xili uzun yig'lashdi. Zaynura onasining salomatligini ko'z tutib, uningga tasalli berdi va teng'liq qo'li bilan uning yoshlarini surtdi. Shu chog'da sal esi kelgan Turannisa har yoqni qarab Akramni izlashtirib ketdi. Lekin yataqda u yo'q edi. Qiyni avna kes. Dedi Turannisa Tojixonga burilib. Uning Akramni so'rayotganligini tushungan Tojixon burnini tortib qo'yib javob berdi. Men Zaynurani yulab bu yang'i manganda, u Gulqamarni ko'tarib doktorxonaga elib mangan. Yiligacha shuning yenidimikin? Qizining ahvolini so'rab telefon uribmi qo'ymidimi? Qaytiribli so'rdi Turannisa. Yo'q, urmadi. Canım ana, sizli saq bo'lsangiz, ikkimiz birga bo'lsaqmi yengilib olmaydigan qiyinchilik yo'q. Dadam yo'q shu chaqladimi yaxshi yashab o'tib bugunga kelgan biz. Dadam chiqqandan keyin mubar bilan yo'qning farqi bo'lmadi-ku ana. Texi eg'iringizni yeniklatmakdi yo'q, yana sizga eg'irni silibli keldi. Hammaga mayli desingizmi, shu xotin bilan maynatlashib yurganiga qandoq chidayapsiz? Can degan kunda chechaklamaydi ana. İnsan har qancha uzun ömür ko'rsimi 1000 yoshga kirmaydi. Qisqagina mush ömrümizmi ashular bilan etishib, shulardan kelgan azor bilan yuragimizni zardab qilib tugitamdi. Ajrashib ketding ana. Ash pul bilan shu xotin boy bo'lib olsin. Shu xotin bilan o'tib dadam baxtli bo'lib olsin. Bizni aromimizni qo'ydiganlar bo'lsa nima olsin. Bizga jon qasilib bo'ldi. Men tirishib o'qib, jiq pul tepib sizni boqaman. Hozirmi ishlarim yomon emas ketyotdi. Maktabga qaysam bir e'longa chiqaman, pulmi xeyli ko'p. Ondan yana bir televiziya teatrda rol oldigan bo'ldim. Bu qatimqisida xeyli jiq ko'rinishlarim bor. Rolga chiqish haqqim xeyli ko'p. Biz turmushda qiynalmaymiz ana. Yani 2 yil tirishib pul topsam o'yilib, sizni yenimga elib ketaman. Ularga hargiz yolvorib qolmaymiz. O puldan voz kechayli-chi jenim ana. Shu tegi paslardan talashmayli. Dadam bizni tashlab, bizni kerak qilmagan u odamga buncha tortishib nima gapdi? Sizdan xush bo'lay ana. Ajrashib qutulayli-chi tatliq ana.
Bu gapni anglagan Turannisaning ko'zlaridan qaytadan sallidek yosh ketdi. U karavotning qirida qizining muzlab ketgan qo'lini tutib o'ltirib, shunchalik yig'ildiki, onasi o'lib g'azashgan odammi uningdek ichi-ichidan to'kilmas edi. Onasining holiga chidamagan qiz ming taslikda o'rib o'ltirdi va onasini quchoqlab yig'lab o'ltirib, uningga tasalli berdi. Qizining yig'isi Turannisaning yuragini azdi. U rost aytdi. Akram ona bola ikkisini tashlab etdi. Balkim 12 yil burun bu oilani o'ylamay shu yo'lda menib qolgan chaqdili tashlab etgan bo'lishi mumkin. Balkim turmadan chiqqandan keyin o'zini bu oilaga singshanmagandek his qilgan bo'lishi. Kirib ketgan chaqda ig'i ochiq ishdan kiyib yuradigan 6 yoshli kichik qiz holatida qolgan, qaytib chiqqanda bo'lsa, erga basi bo'g'idek cho'ng yoshliq, cho'ng bo'yliq bo'lib qolgan qiziga va kirib ketganda bir bog'lam supurgidek o'ruq, vijik, xijilchan, kamso'z, muloyim, rayish ayolining turmadan chiqqandan keyin qarsa samirib samon tiqqan tog'odek bo'lib qolgan abdiga hech nimadan qo'rqmaydigan, o'zi erlardek dodillik bilan pul topolaydigan, topgan pulning meg'izini chiqib erlardan oshirib xajlaydigan, gapni hech kimga utirib qo'ymaydigan, her hayasız çaqçaqladımı hech kimga bir eg'iz gap ketkizib qo'ymaydigan, erining ko'zining qopig'ining ichi qarab turalaydigan, o'ziga demaymi har ishlarni qaror qilib o'z oldiga bijirib yetadigan, nemish qilayotganligini so'risi deydigan, so'rimisi o'zi bilib qilaveradigan, o'yga yetarlik nars keraklardan tortib o'zi bir qo'lliq akildigan, bütün oilada ham ayol ham ervop yashayalaydigan darajada o'zgarib ketgan mijozga ko'nanmaganmidi? Ishqilib shu chaqlar bilan bu chaqlarning farqi shunchalik zo'r edi. Shunchalik zo'r ediki, ayni chaqda o'zi egib murisidan is chiqarayotgan bu uyning haqiqiy egisi mana hozir qandoqli o'ylasa Turannisa bo'lib qolgandi. Bu igdorchilikni Akramga o'tkazib berishni Turannisami o'ylamagan. Shu sababdan u yo'q chaqlarda qandoq tirishgan bo'lsa, u qaytib kelgandan keyinmi yana shu tirishchanligi bilan pul topgan. Oilasini baxt cho'mdirishga tirishgan va shu qatorda erinimi himoyasiga elib, bolasidek akilatgan, royiga boqqan, kichik bolani xo'sh qilgan usullarda xo'sh qilishga uringan. Nemishqikin bu uyda hech qanday ishga buyurmagan. Oilaning og'ir mas'uliyatini zimmasiga olishga muvofiq bo'lmagan. Ayoli hamma nimasini talqib berib, podshodek kutgan Akram o'zining bu yerda zodi nima sababdan shuncha ativolindiganligini tushunib yetolmagandi. Ma'qul bolam, men ajrashib ketay, dedi Turannisa yig'lab turib. Shu sizni yetim qolmasin deb ajrashqila unimabdi ekanman. Keyingi kunlarda pushaymon qilib qolsa, yenib kelgili yuzi chidamay qolmasin deb shu xotinning yeniga ketishiga chidabdi ekanman. Oilamizning parchalanib ketishiga chidamagan. Bo'pti endi, nima bo'lsa bo'la, ajrashib ketaman. Yig'lamang ana, chidashlik bo'layli, yig'lamayli. Yig'lamay deyman. Yana yig'i qistaydi ekan jinim bolam. Men dadangizdan bundoq javobni kutmagan. U turmada yotgan shu yillarda nurg'un odam ajrashib ketib, boshqa biri bilan to'y qiling, bek jafo tortib ketyapsiz deb xeyli nasihat qilgan. Lekin men onunğa aqida bağlab shuncha yilni ming bir mushaqqatlarda o'tkazdim. Oqibatda mundaq bo'lar deb faqatla o'ylamagan. Yuragim og'riydi bolam. Uni deb qilganlarimga pushaymon qilmayman. Lekin uning menga qaytargan javobi jon-jonimdan o'tib ketdi. Ayrilsam o'lib qolmasman. Ammo aqidamga yig'layman. Ona balaning yig'i-zori kishining yurak bog'irini izatdi. Yotoq oldidan o'tib ketayotgan bir necha sestra eshik yo'chug'idan marab anglab qapmo yig'lab eqib ketdiki, Akramning o'z ayoli bilan qiziga shuncha yo'la tash yurakli qilib turib, yotbosh bir ayolning qo'sig'ida unib qolgan, tug'ilsimi, tug'ilmasin bo'ldigan,
tug'ilgandan keyin hayot qilishini yoki o'lib ketishini bilmagan bir balani deb maydisiga mushlab erkaklik qilishi kishini echindiradigan va g'azbini qo'zg'aydigan to'limi bema'ni mardonalik bo'lgan edi. Әтсі Тажған Тураннисаның havolasi bilan Akramga telefon berib, Gulqamarning ahvolini so'radi. Uning beshi yerilgan va qo'lining kichikkina yeri zaxmlanganini hisobga olmaganda cho'ng ish yo'q bo'lib, bo'ydagi bolasig'imi qilchi zaxmi yetmagan edi. Shularni bilgan Tojixon ortiq gap qilmayla telefonni qo'yib o'tib, Turannisaga shu ahvollarni yetkazib qo'ydi. Turannisa ish mush darajaga yetgan chog'dimi agar balaga bira ish yo'q qilib Gulqamarning bo'yidan ajrab ketgan bo'lsa, Akramni yeniga qaytirib kelish mumkinchiligi bo'ldiganligini qiyosan o'ylab boqqandi. Tojixonning aytganlarini anglagan Turannisa demi ichiga tushib ketdi. Eng oxirgi mumkinchilikning yo'qolganligidan ko'ngli yerim bo'ldi-yu, bu xiyolni hech kimga bildirmadi. Lekin ko'ngli to'ygan Tojixon bularni allaqachon bilib bo'lgan edi. Endi bo'ldi qiling, dedi u Turannisaning qo'lini olqonlari orasiga elib. Vafo kelmaydigan undaq odamga tortishib yurmang. Yurak og'riqidan boshqa narsa kelmaydi uningdan. Balag'imga aromchilik bering. Sizdan ansirab maktabida xotirjam o'qiyanmay yenib kepti ana. Ma'qul. Cho'qim shunday qilaman, dedi Turannisa ig'ir uxtatib. Әтіден кешкічі yig'lab o'ltiravermay, o'zingizni qo'g'dashni bilsangiz bo'ladi. Hamma ishni ichingizga yutqanning dardini yetkichi tatdingiz. Qonun ega bo'ladigan bir davlatda, qonun idora qiladigan jamiyatda yashayapmiz. Ularning qilganlari haqiqatan bakchakdan eshib ketdi. Siz chidigan bilan mening savrim to'shqili ne vaq? Sizga ham baliga ega bo'ladigan, nomussizlarning gunohiga jazo beradigan qonun bor. Agar uning vafosizligiga badal to'latkizishni o'ylab baqqan bo'lsangiz, qonun orqali huquqingizni qo'g'disangizmi bo'ladi. Nim foydasi jinim acha. 10 yil turmada yetibmi baxti ana. Odam degan o'ngshalmasa, baribir o'ngshalmaydi ekan. Arz qilib huquqimni qo'g'dayman desam, yana qonunga tutib olsam bo'ladi ekan. Endi kirib ketsa, yana necha yilda chiqa. Aramizda bir bola bor. Keyin shu bolaning to'yida bo'lsam yuz ko'rishib qolamiz. Arani buningdan bek qatmallashtirib etmay. Bizga qilganlarini men uningga qilmayman. Kunlarning birida u cho'ng bilganlar qaytirib berib qilishi aniq. Uni peshonasidan ko'ra. Hammaga salovat qilib etib, ajrashib ketaychi. Nimancha jinimni qiynayman. U pulni yaxshi-yomon ko'rgan tushlarimning, yaxshi-yomon qilgan ishlarimning sadiqasi qilib etay. Shuni ilibli g'alvis tugaydigan ish bo'lsa, shuni berib deydigan ishim bo'lsa, boshqasiga qiziqmayman. Turannisa shundoq deb qo'yg'ini bilan ko'nglining bir yerlari yanala Akramga tortishadi. Zaynura doktorxonadan chiqqandan keyin Turannisa Akramga telefon qilib chaqirtib kelib, ajrashish rasmiyatlarini o'tib o'tishni aytmoqchi bo'ldi. Biroq kutmaganda Gulqamarmi uning bilan qo'ltiqlashib kelib, agar ajrashish rasmiyati bajarmoqchi bo'lsa, oldi bilan o'ttirdagi mol-mulkning ishlarini deyishivilishni o'ttirib qo'yib, Turannisadan bu bino uyini bekolab berib, sahrodagi yog'och qurilmaliq uyga ko'chib ketishni talab qilib turib oldi.